Internetda bu retseptni ko'rib hayratda qoldim va ta'mi qanday chiqarkan deb tayyorlashga kirishdim. Sizga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Tovuq oyoqlari yoki qanotlarini tozalab, kolaga yarim soatga marinovka qilib qopqog'ini yopib qo'ydik va kolani to'kib tashlab, yaxshilab tovuqlarni quritib oldim. Tovuqlarni idishga solib marinovka qilib olamiz. Tuz, paprika, kashnish maydasi va miyata quritilgani, chesnok va tomatli pasta solib yaxshilab aralashtirib, yarim soatga marinovkaga olib qo'yamiz. Bu orada derevenskiy kartoshkalar tayyorlab olamiz. Kartoshkalarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olasiz. Yog' va kerakli pripravalarni solib yaxshilab aralashtirib, bir tekisda qilib listga terib chiqamiz. Endi marinovkada tayyor bo'lgan tovuqlarni listni setkasiga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib terib chiqasiz. Ko'rinish jihati juda ham antiqa, lekin tayyorlash jarayoni ham juda ham qiziq bo'ldi. Tayyor bo'lgan tovuqlarni kartoshkani ustiga qo'yamiz va 180 gradusda 40-45 daqiqa pishirib olamiz. Coca-Cola bilan marinovka qilingan tovuqlarni mazasi juda ham antiqa chiqdi. Siz ham aynan shu usulda bir marta tayyorlab ko'ring, mazasi juda ham boshqacha bo'lar ekan. Yoqimli ishtaha.